Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun Nip-Podxod haqida, ya'ni avtosepka o'qlari orasidagi masofa haqida gaplashamiz, tushuncha beramiz. Shunga harakat qilamiz. Hop, Nip-Podxod o'zi nima? Nip-Podxod avtosepka o'qlari orasidagi masofani, mana har bitta avtosepkada o'q chizig'i bo'ladi. Mana shu yerdan o'tadi o'q chiziq. Demak, bunda ham mana bu avtosepkada, mana bu yerda. Bu o'qlar orasidagi masofani qanday bilamiz biz? Shablon Xolidov yordamida uni pastdan ko'ramiz yoki mana tepasidagi farqdan o'lchasak ham bo'ladi. Deyarli bir xil chiqadi, bu o'lchasak bo'ladi tepadan. Demak, ravniy hududda 100 mm dan oshmasligi kerak. O'qlar orasidagi avtosepka o'q chiziqlari orasidagi masofa tekis hududda, ya'ni ravniy uchastkada 100 mm dan oshmasligi kerak. Tog'li uchastkalarda bu 70 mm dan oshmasligi kerak. Demak, vagon bilan vagon orasidagi avtosepka o'qlari orasidagi masofa. Vagon bilan lokomotivda u boshqacha bo'ladi, u sifatlar. Hop, Nip-Podxod nima sababdan yuzaga keladi? Demak, tushuntirdik biz. Birinchi avtosepkaniki baland, ikkinchi avtosepka past turish hisobiga. Nima uchun past kelib qolishi mumkin? Biz bu yerda qarashimiz kerak, bir nechta holatlar bor. Demak, birinchi holat. Demak, mana markazlovchi balka to'sinchani yeyilib ketishi oqibatida, demak, avtosepka ancha pastlab qoladi. Demak, bunda nisbatan ko'p yeyilgan ko'rinyapti. Bunisida nisbatan kam yeyilgan, demak, qalinroq pastki qismi ancha qalin. Tak, yana buni tekshirib ko'rishimiz kerak ichkaridan. O'sha paglashashi apparat, porni, zadniy por, peredniy por, mana shu yerdagi mexanizmni tekshirishimiz kerak. Hammasi butunmi? Demak, klient yagi xomut butunmi, sinmaganmi, buni ko'rish kerak. Demak, avtosepkani oldi qismi, ya'ni bosh qismi egilib qolmasligi kerak. Dum qismiga nisbatan oldi qismi ba'zi bir avtosepkalarda egilib qoladi, egilish holati bo'ladi. Yana bir holatlardan biri bu bitta vagonda g'ildirak obada nisbatan yupqa bo'ladi. Ikkinchi vagonda qalin bo'ladi. Demak, obada qalin tomon, obada yupqa tomon. G'ildirak obadadan ham bo'lishi mumkin. Hop, yana bittasi grujoniy, bittasi porojniy vagon bo'lsa, shunaqa holat bo'lishi ham mumkin, Nip-Podxod kelishi mumkin. Nip-Podxodni to'g'irlash uchun nima qilish kerak? Bu Nip-Podxodni yo'qotish uchun vagonlar tuzilayotganda vagon nazoratchi, demak, avtosepka balandligini, demak, relsdan balandligini o'lchash kerak. Vesatda avtosepka shablonda metrda o'lchash kerak. Va buni yozib qo'yish kerak. Qayergadir o'sha yozib qo'yish kerak. Vagon tuzuvchi sostavитель bu vagonlarni yig'ib poyezd tuzayotgan paytda ko'radi, o'lchamlariga qarab solishtirib qaysi vagonni qaysiga ulash kerakligini biladi. Yo'q, vagon tuzuvchi o'sha sostavитель ishi. Xo'p, yana ko'p kuzatiladi, mana bu yerda ham bor. Nip-Podxodni yo'qotish uchun mana udarniy rozetka bilan mayatnik bolt orasiga salgina ko'tarishadi va kastet tiqishadi. Kastel yoki kastet nimadir yoki bolt gayka nimaki topilsa o'shani tiqishadi. Mana bu yoqda ham bor. Bu yoqda ham bor. Shuni hisobiga salgina ko'tarilgan. Markazlovchi balgasi, turuvchi balichga salgina ko'tarilgan. Shuni hisobiga bu avtosepka ozgina mana chap tomondagi ko'tarilgan. Aslida bu mumkin emas. Mana shunday nimadir temir, taqa, zapchas, toshma hech narsa mumkin emas. Bu harakat davrida poyezd harakatlanayotganda avtosepka tortiladi, siqiladi, mana bunda kuch paydo bo'ladi. Mana bu tortish, siqish bo'lganda mayatnik bolt bilan udarniy rozetka orasida kuch paydo bo'ladi, qisiladi, tortiladi, xullas sinib ketishi mumkin mayatnik bolt. Bu holat mumkin emas. Biz buni hozir jo'natishdan oldin qisib turibdi, kuch bilan, qo'l bilan
bo'lmadi. Demak, manevroviy teplovoz kelsa, buni ajratamiz. Avtosepkani ko'tarib, qo'l bilan olib tashlaymiz. Bu holat umuman mumkin emas. Ne podxod bo'lib qolsa, demak, vagon nazoratchi o'lchash kerak balandligi qancha. Va shunga mos ikkinchi vagonni topish kerak. Bu yog'i vagon tuzuvchini, poyezd tuzuvchini ishi. Hop. Asosan shular. Video yoqqan bo'lsa, like bosamiz. Kommentariyada fikr qoldiring, bizni qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat.